Bismillah. Assalomu alaykum. Mayroda Xo'jash bu videoda sizga yangilangan va kuchaytirilgan turkcha ko'nish va %100 sertifikat onlayn kursimiz taqdimotini o'tkazib beraman. Xo'p, bu kursimiz kimlar uchun? Turk tili orqali sertifikat olmoqchi va turk tilida bemalol gapirishni va tushunishni istaganlar uchun. Kurs muallifi Kamina Nasriddinova Iroda Sayfiddin qizi 2020-yildan buyon turk tili sohasida faoliyat yuritib kelaman. Jabr darajali turk tili ustoziman. Onlayn va oflaynda minglab o'quvchilarga ta'lim berganman. 2025-yilda alhamdulillahki barcha kursni muvaffaqiyatli tugatgan o'quvchilarimiz sertifikatga erishib kelishyapti. O'z turk tiliga ixtisoslashgan Sefir va Teisdan sertifikatga tayyorlov markazi asoschilaridanman. Pullik kurslarimizda 2000 dan ziyod, bepul kurslarimizda esa 6000 dan ziyod o'quvchilar ta'lim olishdi. Ana endi kursimizga to'xtalib o'taman. Kursimizda xohlovchilar uchun, ayollar uchun maxsus guruhlar shakllantiriladi. Foundation haftasi bo'lib o'tadi. Bu haftada o'qish sizga keyingi 3 oylikda turk tilini samarali, tez va oson o'rganishingizga yordam beradi. Bu haftada nimalar bo'ladi? Motivation darsi, ilm olish sirlari, maqsad qo'yish va shaxsiy rivojlanish, video darslari, turk tiliga kerakli o'zbek tili grammatikasi, lug'at yodlashning zamonaviy texnikalari, sertifikat sirlari video darsliklari bo'lib o'tadi. Sertifikat sirlari video darsliklari o'z ichiga nazariya darslarini, turk tilini tez va oson o'rganish darslarini, 100% sertifikatli bo'lish va bemalol gapira olish so'rovlari darslarini o'z ichiga oladi. Kurs tartibi onlayn bo'ladi. Onlaynning ustunligi yo'lga ketadigan vaqt va xarajat tejaladi. Video darslarni istalgan vaqtda qayta ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Joyning ahamiyati yo'q, moslashuvchan bo'ladi. Bizning kursimizda offlayndek o'qigandek bo'lasiz, sababi barcha ustozlarimiz kameralarni ochib dars o'tishadi. Kursimiz 3 oy davom etadi. 4 ta daraja A1, A2, B1, B2 darajalari tugatiladi. Har bir daraja 23-24 kunda tugatiladi. Har bitta darajamiz o'z ichiga 10 ta darsni oladi. O'quv reja va prezentatsiyalar mutaxassislar tomonidan mukammal qilib ishlab chiqilgan. 3 ta ustoz bilan haftada 7 kun dars bo'ladi. 3 kun video dars, 3 kun jonli dars bo'ladi. Masalan, dushanba, chorshanba, juma kunlari video dars bo'ladi. Seshanba, payshanba, shanba kunlari jonli dars bo'ladi va har yakshanba konuşma darsi bo'ladi 3-ustozimiz bilan birgalikda. Video darslarimiz sifatli tarzda yozib chiqilgan. Har bir video dars uzunligi o'rtacha 45 minut bo'ladi. Nazariya va grammatikaga to'xtalib o'tilgan. Zerikmasdan mazza qilib ko'rasiz. Ikkita video darsimizni YouTube dan ko'rsangiz bo'ladi. Xohlagan paytda video darsni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Jonli darslarimiz Zoom yoki Telegramdan birida tashkil qilinadi. Video dars bo'yicha savol-javob bo'ladi. 4 ta bosqich ustida ishlanadi. Konuşma, dinlama, yozma, o'qima qilinadi. Lug'atlar so'raladi, qo'shimcha mavzular o'rgatiladi. Jonli darslarimiz 1,5 soat davom etadi. Kechqurungi ertalabki guruhlarimiz bor. Vaqtlari esa 8 dan 9:30 gacha, 9:30 dan 11 gacha bo'lib o'tadi. Foyda va ustunligi. Kursimizning foydasi takrorlashga ko'proq vaqt qoladi. Takrorlash esa juda muhim. Takrorlash bilimning onasi. Kursimizning ustunligi boshqa kurslar haftada 3 kun bo'ladi. Darsda faqat grammatika va nazariya tushuntiriladi. Takrorlashga esa kamroq vaqt qoladi. Bizda esa takrorlashga ko'proq vaqt bo'ladi. Kursimiz davomida turli xil darsliklardan foydalanamiz. Bizning asosiy o'quv qo'llanmamiz Istanbul yaponchalar uchun turkcha dars kitobi va 7 iqlim turkcha dars kitobi. Kurs davomida nimalar bo'ladi? Uyga vazifalar ustozlar tomonidan tekshiriladi va statistika qilib boriladi. Musobaqa qilib o'qiysiz. Kursimiz davomida baholash sistemasi yo'lga qo'yilgan. Siz 85-100 ball oralig'ida ball to'plab 5 bahoga ega bo'lsangiz, kursni muvaffaqiyatli tugatgan bo'lasiz. Har bir daraja imtihoni bo'ladi. Imtihondan o'tganlarga daraja sertifikatlari beriladi. Mana ekraningizga ko'rsatib qo'yilgan. Yiqilganlar bilan qayta ishlanadi yoki quyi guruhlarga tushiriladi. Kurs davomida konuşma darslari, mock imtihonlari bo'lib o'tadi. Kurs oxirida esa nimalar bo'ladi? Bitiruv kechasi esdalik sertifikatlari bilan taqdirlanasiz. Qur'on xatm qilinadi. Ruhlantirish maqsadida imtihon oldi. Kurs kafolatlanadimi? Ha, albatta biz o'zimiz va kursimizga kafolat beramiz. Ammo siz ham o'zingizga kafolat bera olsangiz bo'ldi. Kurslarimizni muvaffaqiyatli tugatib, sertifikat ola olmasangiz to'lovingizni 100% qaytaramiz yoki qayta bepulga o'qish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Tariflarimiz, ana endi tariflarga to'xtalib o'taman. Kursimizda 3 xil tarif mavjud. Mustaqil, premium, VIP tariflari bor. Mustaqil tarifda faqat sizga video darsliklar taqdim etiladi. Bunda siz mustaqil shug'ullanasiz, 3 oy davom etadi. 6 videolarga ruxsat beriladi. Katta bitiruv oqshom va Qur'on xatmiga qatnashish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sertifikat bilan taqdirlanasiz. Premium tarifda esa mustaqil tarifdan farqli ravishda video dars 9 oy ruxsat beriladi va qo'shimcha aytib o'taman. Haftada 7 kun dars bo'ladi. 3 kun Iroda Xo'ja video darslar, 3 kun kurator jonli darslar bo'ladi. Kuratorlarimiz bilan birgalikda yakshanba konuşma darslari, 3 savol-javob qilinadi, lug'at so'raladi, konuşma qilinadi, 4 ta bosqich ustida ishlanadi. Uyga vazifalar tekshiriladi, imtihonlar, musobaqalar bo'ladi. O'rtacha 15 kishilik Telegram guruh bo'ladi. VIP tarifimizda premium tarifdan farqli ravishda video darslarga 12 oy videolarga ruxsat
fursat beriladi. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, 3 kun video darsni ham, 3 kun jonli darsni ham o'zim olib boraman, ya'ni Iroda hoji tomonidan olib boriladi va yordamchi ustoz xizmati beriladi. Individualniy shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lasiz, ustoz bo'lish imkoniyati sizga beriladi. Ustozlarimizga to'xtalib o'taman. Bizning ustozlarimiz 3 yildan 10 yilgacha tajribaga ega, barchalari saralab olingan, ularning darajalari J1. Mana ko'rishingiz mumkin, O'zturk o'quv markazi ustozlar jamoasi. Narxlarni aytib o'tishdan oldin shuni aytib o'taman. Ilm baholanmaydi, vaqt, energiya, mehnat va sarflangan xarajat baholanadi. Bizda oyma-oy to'lov qilinmaydi. 4 ga, 2 ga va bittada to'lash tartiblari joriy qilingan. 4 ga bo'lib to'lash tartibi: darajama-daraja to'lov qilasiz. Dastlab A1 ga, A1 ni tugatib A2 ga, A2 ni tugatib B1 ga, B1 ni tugatib esa B2 ga to'lov qilasiz. Bunda mustaqil tarif uchun har bitta daraja 349 ming so'mdan, premium tarifda 399 ming so'mdan, web tarifda esa 599 ming so'mdan bo'ladi, ya'ni 4 marta shunday to'lov qilasiz. 2 ga bo'lib to'lash tartibi 15% chegirma da bo'ladi. Dastlab A1, A2 ga, keyin esa B1, B2 ga to'lov qilasiz. Bunda har ikki daraja uchun 15% chegirmada mustaqil tarifda 599 ming so'mdan, kuratorlik tarifida esa 699 ming so'mdan, shogirdlik tarifida esa 1 million 49 ming so'mdan 2 marta to'lov qilasiz. Bittada to'lash tartibi esa 30% chegirmada bo'ladi. Bittada to'lov qilasiz, keyin esa umuman boshqa to'lov qilmaysiz. Bunda mustaqil tarifida 1 million 97 ming so'm, premium tarifida 1 million 197 ming so'm, web tarifida esa 1 million 797 ming so'm bo'ladi. Bittada to'lov qilasiz, keyin boshqa umuman to'lov qilmaysiz. Qaytaraman, qimmat bu nisbiy tushuncha. Boshqa kurs bilan bu kursni faqat narxini emas, imkoniyatlarini ham solishtirib ko'ring. Kursimiz qimmat emas. O'sha imtihon uchun to'langan 506 ming so'm yoki $80 pulingizni bekorga ketkazmaydigan kurs uchun kursimiz narxlari hech qanday qimmat emas. Videoni ko'rib, hoziroq to'lov qilsangiz, qiymati 3,5 million so'mga teng bonuslar sizga taqdim etiladi. Bular 1 oylik bepul kurs videolari. Bu kursda 10 yilgacha tajribaga ega ustozlarimiz 0 dan B2 darajagacha darslar o'tib berishgan. Audio lug'atlar to'plami, imtihon materiallari kanali, sun'iy intellekt bilan turk tilini o'rganish darslari, 1 oylik imtihonga tayyorlov kursi, A1 dan B2 darajagacha bo'lgan grammatik va lug'atlar bo'yicha qo'yish testlar bazasi sizga bepulga taqdim etiladi. Bittada to'liq to'lov qilsangiz, qiymati 1 million so'mga teng bonuslar sizga taqdim etiladi. Bular 1 oylik konishma darslari, J1 daraja darslari. Kursga yozilish uchun Telegramdan Iroda hoji adminga cheklarni, ism, familiya, raqamingiz, ta'rifingizni, o'qimoqchi bo'lgan guruhingizni, vaqtlarni yozib jo'natasiz va sizni guruhga qo'shishadi. Darslar yoqmasa-chi, agar darslar yoqmasa, dastlabki 2 darsgacha ustozingizni almashtirishni so'rashingiz yoki to'lovingizni qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Aks holda 2 darsdan keyin to'lovingizni qaytarib bera olmaymiz, chunki o'rningizga boshqa o'quvchi topilmaydi. Kursimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.